Kim o? Çıpar kızlar. Çıpar kızlar. Bu filmni Çıpar Kızlar Ünlüler Salonu kechikib qolgan. Çıpar kızlar. Yaxshimisilar? Mening ismim Almira. Bugun mening kayfiyatim toza yaxshi emas. Meni qutqizvormisan, lopimidi? Kızlar diye muş vaqtda to'y qilib bermişlar o'tirolanda. Mening yuzimni ya tushiryotsizlar hozir. Qanday qilamiz bu ishlarni? Öya o'zingizga tanlamasınız. Tanlaganni yaratmasangiz qanday qilamiz qizim bu ishlarni? Çayladım xotirjam o'tiramayman, gap so'zdan jiqliqdim. Ya o'zing topmaysan, ya o'zing ishni qilolmaysan. Qachon ishdan yuriysiz? Qiz bola 25 yoshdan oshganda ikki g'imi bo'ladi. Birinchisi xizmat, ikkinchisi to'y. Xizmatga u dadam bor, lekin to'yga. Voy, qulog'ingda mol bormi? Bor. Sen qanday lazım? Eng modasi ham eng iqvatqani lozim. Net görüşümüz. O'rnini dayman baray. Pulni saqla. Qash. Ushta tezga bo'ldimi? Birinchisi Aqbash, 25 yosh, bo'yi 1 metr 75, og'irligi 50 kilo. Bu yil eng mod bo'layotgan kiyimlarni uchun. Ayca, sevib olam sen bilmedimi? Yo'q, atalg'isini to'g'ri atam. Kiyimlarni uchun. Yaxshimi? Esonda bo'lsin. O'g'illarning tunji ko'rashgan chaqda diqqat qildigining uning chiroyi emas, balki uning oyoqi. Yaxshimisiz? Mening ismim Almira. Mening ismim Bağu Akbaş. Biz men Akbaş deb chaqirdi. Tabiiy oqma. Işte tabiiy oq o'zligidan olamash. Qolishimni lashda. Voy to'g'ri. Nechta buray kamsiz. Yey. Bu sizning ko'pingiz nimada chiroyli. To'xta, uning kasbiy kesbi bek og'ir. Kiyim-kechaklarga diqqat qilish mumkin. Men sizga desam Bağu, mana kechlan deganni bek test qilamiz kech-kecha. Shuni yeb o'tkazib degan tartib. Gün bu kechlaydigan bek test tutdi bu. Bu sizning ko'pingiz nimada o'tirib nimanda chiroyli. Can kalan 90'da çektim mi? Tartımda kıstap yutmadı. Ben çıktı kere ya. Ma'qul bo'ldi. Agar shunchalar paranglashdan keyin u bola qanday xarakterga bolish kerakligini bilmasak, o'g'irliqcha telefon ustiga chiqarib olgan ekran rasmiga qarab. Yey. Kızlar o birini sakın kapatımdan kuşmayın. Heydi saklap. Lekin bek diqqat qilishim kerak. Men u bola bek sezgir deb olgan. Hünərxan, boyu 1 metr 85, ağırlığı 85 kilo. Şinjandagi 10 joy baydan birisining o'g'li. Bu odatda pulni tonlab tetib kilolab qaydaydi. Jon, lekin boyvachi bo'lasan, po'chiroq keladigan men chiqish olamanmi? Chiqish olaysa,
Bayna ballarını təbilab qoysan çıxışalaydı. Taq turqıdan qarğanda rastlı bayna ikinci avladı oxşaydı. Qarsam o xili kilişkenken. Demek bu balığı teysem hakikaten Melik'in gününü görkənməndə. Özümüzle tanışqanım qanışdandım. Men sol Ürümcüde bir seriklik baskaram. Ürümcüde 4 taşam, 8 mashinam var. Uchastkanda xizmat kasb tug'ib ketib olsa, madaniyaga yo'laqmay bir odam topmadim. O'sha bo'lajak жұмысымызda aqdasaq, ma'qul desangiz o'sha barliq dunyoni o'z qo'lim bilan tayinlab berdim. Endi pek baldırlıq falandı ha. Tez ot ketdimi qanda? Unda bir narsa şey. Neşiz? Qahva içsem yo'q. Nima? Siz nimisiz? Nima qahvashi? Ha, ma'qul. Qahva deydi ya. Nega qahvashisiz? Endi paranj o'tirdigan bo'lgan ekan qahva ichgach paranjamiz. Qaysi maktabda bitirdingiz? Şinjan Universitetini bitirdim. Qaysi universitet? Axborot kasbi. Nega bitirdingiz? Bu balı sal taqtuqqa. Ko'zingni yumib bilan o'tkazsan, meniki kula sening bo'ldi. O'qishim bitirdim. Diplom oldingizmi? Oldi. Bu yerga nega keldingiz? Bu yerga Ha? siz bilan ko'rishga keldim. Tamoq olib o'qib, bir narsa yetamadingiz. O'xshagan qo'y qovurg'isi ham yo'q. Oq qo'yma, qizil qo'yma. Birisi o kirishkenken, yana birisining puli bor ekan. Lekin bu ikkisining men faqat romantikligini his qilolmadim. To'xta, bundoq bo'linma. Agar bu baldan to'yib qolgan bo'lsang, bir umring romantik shirin shekar so'zlar bilan yutadi. Kim o? Bu 1 metr 70. Bu balni butun adam tanıydı. Bu balning ağzından çıkan her bir gapning o'zi shirin shekar romantik so'z. Qalb tonisi ko'zlarga ne hojat. Ko'zlar ko'zlarni tonisi so'zlarga ne hojat. Hoş geldiniz güzel kızcak. Kelgen qadamlaringizni gullari unsin. Merhaba. Kechiring qizchaq, ben namaqul. Sizning visolingiz yetish uchun men nurg'un gullarning tikanlarining sanjilishiga bardoshlik berib keldim. Og'rib ketdi. Og'rig'ini to'g'ra. Men siz bilan ko'rishib unutilib, siz asliminani beray degandim. Mana taqdirning o'rinlashtirish orqali qo'lingizga tikan kirib, har bir shu og'riqni sezgan vaqtingizda meni aslaydigan bo'ldingiz. Ketdimi? Og'rib ketdi. Nima qilyapsiz? Bek og'rib ketdi. Siz bizning aslimalarimizni yo'q qilay deyapsiz-ku. Og'rib ketsa. Beadab. Bo'pti. Biroq ma'bdim shunda qilibdi. Oxirida o'tishimga keldi. Mana sizning jamoalingizni texim endi qarab ko'ray deb men dariz tarafni qo'llab o'tirishim. Darizdan tushgan oyning nuri jamoalingizga tekkan vaqtida texim endi ko'ralaydi. Ayolga tush. Shu quyoshning nuri tushgan vaqtida texim endi qarab ko'ralaydi ekanman. Agar xohlasangiz men sizdan hozirda bir pocha rasmga tushib, Apunyo sharimning bosh betida chiqarib olsam, nurg'ulg'an zallarga erishib olsam, do'st dushmanlarimning ko'zlaridan yumaloq keyinlar buni bo'lamoq chiqarib olsam. Evet, kundan salga va sen amin dedi. Bu balsam kundir mustaq gaplarni qilsin zeriktirib qo'yish mumkin. Sizning talabam mush bo'lgan chidaychi. Ben chidamadim. Chidang. Bu dunyo chidig'anga chiqargan. Anarxanı aldıda tunuşturgan 3 oğan balının birisini mi yoqtirmadım. Biroq tapqan taginimning hammasini Anarxanga berib, eng o'chi baldan birisini qo'liga keltirdim. Balkim uning kimligi qiziqotsizlar deyman. Mana. Şeymike? Bu bal bilan ko'rishib bir ta'limni sinab baqay. Kim bildi? Yarab qolamda taxi. Yaxshimisiz aka?
Aleykümselam. Bu Önder peki bu doğulan gününüz karşısında ben de 14 günlük çoğun gelsiz. Hem de akademisanız bular mı diye. Mayli, bo'ldi. Bar desməyəm nesəb, tunuşqanğa tushliq bu bal haqiqatan bək kelishgan ekan. Choch posollari, qishi, ko'zi, yana dag'i burni, eg'izi bək chiroyli ekan. Qirg'on sir qirg'im kelyotdi. Hey, mezon nim degan o'g'illarlar ko'rishganda chiroyligimiz oyiqqa qaraysa, oyiqqa! Bu yana alsam tamakları kılıyorsun. Basınız aşkında bir an eseyle ya. Ondan sonra ben paycık. Siz ne yiyorsunuz? Qattiq yema. O'g'illarlar ko'rishgan vaqtda obrazingga ta'sir etadigan, g'ojilaydigan narsa qattiq yegichi bo'lma. Yema. Teyzemlik ya. Ya bak siz. Ma yerim Ya bak siz ya. Ben şuna obda yavaldım. Ondan qo'yib, farqlıydı. Bu ne? Ana koyduğunu bilmedim ki ben tuncu katıp kız olan bunda işte hala ilgini gördüm cuma. Bu kız olan bu. Soğumifin deydi o. Mogo, Pogo, Sonyango ilgini görgen bu parçak ne? Bunda gazırlaç ilgini görmepken ben cuma. Qancha qilsak bo'lmamda? Buldu. Bek okşuydunuz cumaliken. Hala toyganda okusak hem de. Mira, hala peyzidiniz bu ne? Mında kılam da. Ma ançıma tişi çık havaya geç. Tamak sandamam da. Kanda? Hadi çapınız gibi lan. Ne bo'lmasdi? Жүріңіз. Тас болдыңыз Басқан тойғанда hem de. To'ydi? Aylıp keldi ya. Ma'qul. Hey. Men ishdan burun sizdan bir savol so'ray. Sonra? Narim yoqtirib qoldingiz? Sizden ma? Sizden nereniz yaptın kalma sanatta ya? Nereniz ne? Ey to'xtag'ana sizdan nerenizni yaptırıp qalganim ha? Sizdan nereniz qizil o'xshaydi? Nima? Pochaq yeyishiniz o'ylab beqing. Meni pochqimdan qo'shib pajratga tas qaldingiz ey. Nima? Bo'ldi, menda qilaylik. Sizmi vaqtni isrof qilmang. Menmi vaqtimni isrof qilmay. Ata tushukdamsiz? Tushukda bo'ldi. Vocha! Sizning qasqara? Yine Nimda kechib chiqsa, qiz olmamda pochaq yemedim. Nerede tayin yaxshilanibdi? sen bunda vaqt ag'iltirsang biz qanday xizmat qilamiz? Bizning eng avval o'ylaydigimiz Gonzo Shavli o'qitdingmi? Ha buna. Bildim. Ala emasman shu yoqqa. Vay, Qo'lingni malbama. bak. Sen qanday lazım? Ang modisi, ang iqvatman lazım. Bak. Net görüşmez. Saqlabdimi hozir baray? Aldın qıtımqı ko'njani görüşelim. Bo'ldi. Yana bir mal geldi. Bunun pulsi jiqroq. İşini ishtigirak tugutasan. Ha. Hey, hozirgi zamonning qiz o'g'illari zodi nim bo'lgandi. Birsi pul uchun do'stini satsa, yana birsi Benim oturuşunuz sıktı mı, soğuktı mı? Assalomu aka. Qanday ahvolingiz yaxshimi? Munda bir g'am bo'pti. Mushu 9800 ga bir mashina olganman. Qancha pul? Chaqirmi yo? Yo'q, katta qoltiruvda. Yo'q, unda emas. Shu 9800 ga shu mashinani olgan. Ben bu mashinani bu muhabbatlarni oqsab qo'yib 300 ming ga deganda oqsab deb berib bergan. Lekin shu bu mashina qanday qilsam bu 300 ming ga mashinada bo'ldi. Ya gayjon qilmaydi qo'yishdi. Ya, unda gayjon qilish ketmaydi. Gayjon qilish ketmaydi. Uni oldi bilan qara sen birinchi bo'lib. Yaxshi sizlar anar pishib o'sha qismda davom etayotgansiz. Star qizlar undar salonini qo'shilib, anar degan belgini bosib ko'ralaysiz. Xo'sh. Ha, endi sizlarning adiqinglarni chiqib qolgandi. Mana Star qizlar undar salonini qo'shib olsanglar, bizning adiqimiz chiqdi. Obirani ish ko'rsiz. Chipar qizlar unda dars olgan do'stlarimning hammasi yo'lladim. Nima qildi?
Acaba siz kaçılmadınız mı? Fakat yüz kilemeysizce mi? Bizim ünlüler salonumuz koşmuşsunuz. Koşun ha! Tuktan saloni, TVRS saloni, Marviya kiyimleri, Sarkardarlar kiyimleri, Gamnan saloni, Krora Mashin klubi, Visal saloni, Torzat saloni, Itot saloni, Qashqar kino saloni, Yo'lchilar saloni, Minxil saloni, Sirtlan saloni, Istimal saloni, Epizod saloni, Muallim saloni, Xoshxabar saloni, Sadaqat saloni, Badambi saloni, Güzel Qaşlışı Ali Mehmansarayı. Nur tori, Karvan tori, Pashlan tori, Apandim tori, Miran kiyimleri, Mirshab tori, Ali Qurbanning Ali Qurban saloni, Ablajon Avtoyevning Ayjifan saloni, Nijat Vali Yaqubning Jahan Aynik saloni. Chipar qizlarni alayda qo'lliga o'rinlarga rahmat aytamiz.